Birinchi etman massasi necha gram ekan shunda? 200 gram. Massa shuncha ekan, natriy H'ni 10% yoki 0.1. Doim ko'paytsak x 0 chiqadi. Natriy H'ni massasi kelib chiqadi va bu o'zgarmas bilan o'zgaruvchan bilan suv necha gram ekan? Natriy H'ni 20 gram. Suv necha gram shunda? 200 gram yetmadi o'zi. 180 gram bo'ladi. Natriy H'ni molni topa olamiz. Natriy H'ni molni 20 ni 40 ga bo'lsak necha bo'ladi? Suvni molni topib olamiz. 180 ni 18 ga bo'lsak necha bo'ladi? 10 mol bo'ladi, to'g'rimi? Natriy H'ni ichidan necha atom bor? 3 atom bor. 0.5 moldan necha bo'ladi shunda? 1,5. Suvdan necha atom bor? 10 moldan necha bo'ladi shunda? Umumiy necha bo'ldi? Shuncha marta kamaydi endi. 3 marta kamaysa baribir ham 0 qoladi. Natriy H'dagi 0.5 mol qolgandan keyin mana 1,5 mol atom qoladi, to'g'rimi? Keyin kamaygan ham 31,5 ni necha bo'ldik? 3 ga bo'lib 10,5 bo'lib qoldim. 1,5 mol shun nima ekan? Natriy H'da ichida atomlar ekan. 15 bo'lish uchun suvdan necha atom bo'lishi kerak? 9 mol atom bo'lishi kerakmi? Necha mol suv bo'ladi shunda? 3 mol atom bo'ladimi shunda? Suvni 3 mol bo'ladimi? Suv. Buning ichida necha mol atom bo'ladi shunda? 9 bo'ladi. Keyin qo'shsak necha bo'ladi? 15 bo'ladi. Avval necha edi? 31,5. 31,5 ga qaraganda 15 necha marta kam bo'ldi? 3 marta kamaydi. Nima hisobidan kamaydi? Azbek suvni bug'langanlik hisobidan. Avval necha mol suv bor edi? 10 mol. Keyin necha bo'ldi? 3 mol bo'ldi. Necha mol shunda bug'lanib ketdi? 7 mol bug'langan suv ekan shunda. Endi bug'langan suvimiz 7 mol bo'ladi ekanda, so'ragan bo'lsa shuni ya. Nima so'rab ketdi? Bug'langan suvning massasi ekan, shuni massasini topamiz. 7 ni 18 ga ko'paytirasizlar, 126 gram bo'ladi shunda. Qaysi javob? Da javobni o'tamiz. Keyingi savol o'tamiz. Kan daska kanalda 23-savol. Nimacha yo'qmi? Dastlabki etman massasi necha gram? $250 massa ulushi yoki 0.2 to'g'rimi? Ikkisini ko'paytsak nima gap chiqadi? $50 norma massasi gap chiqadi shunda. No qo'shaylik shundan keyin Otajon umumiy qo'shildi-ku natriy H to'g'rimi? Undan keyin necha natriy H bo'ldi shunda? 50 gram boradi. 10 ni qo'shaylik. Necha gram bo'ldi? 60 gram bo'ldi. Suv massasi necha gram bo'ldi shu eritmada? 250 gram boradi-ku, shuni 50 gram natriy H edi. Qolgan necha gram bo'ldi? 200 gram suv ekan, to'g'rimi? Shunda natriy H ni molni topib olamiz. 60 dan 40 ga bo'lsak necha bo'ldi? 1,5 mol bo'ladi, to'g'rimi? Ana shuni endi 200 gram suvda necha mol natriy H tutdi? Bundayna. Sababi 60 avval 50 edi. Keyin necha gram natriy H qo'shib berildi shunga? 10 gram qo'shib berildi. To'g'rimi? 60 bo'ldi keyin. 200 keyin 60 1,5 mol bo'ldi shunda. 1,5 mol eritib turgan bo'lsa 200 gramda 1000 gram suvda necha litr topasizlar? Shu molyal bo'ladi. Necha bo'ladi ekan? 5 ga ko'paysa 7,5 molyal chiqadi ekan. Buni birligi mol taqsim kilogram bo'ladi. Yozib qo'ydik-ku, shuni mol taqsim kilogramda, to'g'rimi? Bu javobni olasizlar. Tushunarlimi? 28-savol o'tamiz. Kalifer manganat plus sulfat kislota desak, qisqasi brom minus 1dan necha o'tadi bu yerda? 0 o'tadimi? Marganes plus 7 dan necha o'tadi? Marganes 2 plus o'tadi, to'g'rimi? Shuni yozib qo'yamiz, orqa tarafini yozib o'tiramiz. Necha elektron farq etdi? Plus 7 dan 2 gacha 5 bo'lsa 2 da bo'larasizlar, to'g'rimi? Brom 2 deb qo'yamiz-ku oldin, bu yerda 2 bo'lgan shu. Shunda 2 ga 5 bo'lsa, bu yerda 2, bu yerda 5. Bu yerda 5 qo'yiladi shunda. Tenglanganda. Adashdik shuni. Bu yerda 2 qo'yiladi. Bu yerda 5 qo'yiladi. Bu yerda 10 bo'lib ketadi. Shu 5 2 10 bo'lib. Keyin kalifer manganatni molni topib olamiz. Shu yerdan. Necha ekan bu? 0,2 molyar 0,3 litrda. Qo'shib ko'paysak necha bo'ladi? 106 bo'ladimi? Bu 106 bo'lsa 2 ga 10 nisbatda bo'lsa necha bo'ladi bu?
100dan 6 ni 10 ga ko'paytsangizlar 0,6 0,6 ni 2 ga bo'lsak 0,3 mol bo'ladi. Ana shu metal bromidni endi kaliy dixromat bilan oqsitsalar. Shunda brom chiqadi. Brom va xrom 3+ chiqadi-da. Bu xrom +6 dan 2 danasi uchayotganda har qaysi 3 dan 6 elektron bo'ladi, bariga 2 elektron. Shunda 3/1. Shunda bera 3, bera 1 qo'yib olasizlar. Yo'q, bera 2 qo'yib olamiz shunda. Shunda bu yerda ikkisi tenglashadi-da. Berasi 6 qo'yamiz. Shunda bu 0,3 bo'lgan bo'lsa, 6 ga 1 nisbatda bo'lsa, bu necha bo'ladi? 0,3 6 ga bo'lsak, 0,100dan 5 bo'ladi. Keyin eritmani hajm eritmani topganlaringizda 0,100dan 5 ni bo'lamiz 0,2 ga. Shuncha molni, shuncha mol taqsim litrga bo'lasizlar. Necha chiqadi shunda? 0,25 litr chiqadi. O'g'al necha litr bo'ladi shunda? Natriy suv qo'ysak nima chiqadi ekan? Natriy H+ vodorod. Nima ortib qoladi ekan bu yerda yana? Suv ortib qolishi sababi natriy qo'shdikmi, ichida eritma qoldi hali. To'yinga eritma hosil bo'lib qoldi. Natijada nimani eritmas desa, natriy H bilan erigan modda bor. Vodorod chiqib ketdi. Lekin suv qolmasa eritma bo'lmaydi-da bu yerda. Suv ortib qolishda o'ylashingiz kerak. Shunda qo'shilgan natriy miqdori 2x, suvni sarflangan ham 2x, buni massasi necha bo'ladi? 2x ning massasi 36x. O'zi o'sha 327 gram bo'lsa, 36x sarflansa nechasi qoldi? 327 minus 36x gram qoldi. Necha natriy H hosil bo'ldi? 2x. Buni massasi necha bo'ldi? 80x. Shuncha 327 minus 36x suvdan 80x natriy H bo'lsa, eruvchanligi 20 dir. Bu degani 100 gram suvda 20 gram bo'ladi degani. Qisqartirib ishlasangizlar 400 teng 327 minus 36x qo'shib yuborsak 436x teng 327, x teng 0,75. Shunda bu 1,5 bo'ladi-da. 1,5 ni 20 ga ko'paytirsak 34,5 gram bo'ladi ekan sizlar. Tushunarlimi? 8-savolda natriy H ning miqdori 8 gramni 40 ga bo'lsak 0,2 mol, 1000 gram suvda 4 mol eriydi ekan. Buni nedan bildik? 8-savol shartini o'qib shuni yozib qo'ydi. Demak, 8 gram natriy H dan foydalanib qanday massali 4 molyalli eritma tayyorlash mumkin deb qo'ydik-ku. Ya'ni 4 molyalli degani 1000 gram suvda 4 mol bo'ladi deganimi? 0,2 molda necha suvda bo'ladi? 0,2 mol. Shunda 50 gram suvda bo'ladimi? Endi 0,2 moldan 8 gram bo'ladigan bo'lsa 50 ga 8 ni qo'ysak necha bo'ladi ekan shunda eritmasi? 58 gram eritma bo'ladi ekan. Keyingi savol o'tamiz. 11-savol. 240 gram eritma bergan 30 gradus Selsiyda. 30 gradus Selsiyda eruvchanligi necha ekan? 20 ekan, to'g'rimi? 100 gram suvda shunda 20 gram tuz erisa, 120 gram to'yinga eritma bo'ladi. 240 gram eritma berib qo'ydi bizlarga. Shunda necha gram tuz? 40 gram tuz, 200 gram suv bo'ladi ekan. 50 gradus Selsiyda bo'lsa 100 gram suvda 60 eriydi ekan. Uni 60 sukuni berib qo'ydi. S teng 60 deb. S 50 da 60 deb berib qo'ydi-da. 50 gradusda. Suv o'zgarmay o'tadimi shunda? Shu suv necha tuzni eritib biladi? 160 dersa 200 120 eritib biladi. Avval nechasi boradi? 40 si boradi. Demak, avval bu to'yinga yetmadi, keyin 120 ni eritib bilgandan keyin u demak to'yinmaga eritma bo'lib qoldi. Natijada uni ham necha eritib biladi ekan qo'shimcha? 80 gram tuzni eritib biladi ekan. Javob bu yerda to'yinmaga eritma yo'landi. Bu eritma, shu eritma to'yinmaga yo'landi va unga yana 40 ni qo'shish kerak. 80 ni qo'shish kerak deb olasizlar. 14-savol. 200 gram 10% eritma bo'lsa, demak, erigan moddaning massasi 20 gram va suvning massasi 180 gram. 20 gram natriy H necha mol bo'ladi ekan Azbek? Vazn yukka. Turtir uxlab o'tirsan. O'tgan narsan sarflatib o'tiradinglar ekan. Qaranglar. 200 gram 10% bo'lsa, necha gram natriy OH bo'ladi ekan shunda? 20 gram. Nechasi suv bo'ladi ekan shuni? 180. Necha mol ekan natriy OH bo'lib? 0,5 mol. Bariga esa 10 mol bo'ldi, to'g'rimi? Keyin aytamiz 0,5 mol natriy OH dan necha mol atom bor? 1,5 mol, to'g'rimi? 3 atom bo'ladi. Shundan 0,5 dan 1,5. 10 moldan necha atom bor? O'pshincha bo'ldi shunda 31,5. Ana keyin suvni shatda yetmadan bug'landi. Suv bug'langandan keyin chiqib bo'ladi ekan shunda atomlarning mol 31,5 necha marta kamaydi? 3 marta kamaydi. Necha bo'lib qoldi? Buning ichida nobop bilan 1,5 mol natriy OH atomlari bor. To'g'rimi? Keyin nobop yana suvning ichidagi 9 mol bor. Sababi 9 mol bo'lish uchun 10 dan 1,5 ni olamiz. Necha chiqadi ekan? 9 mol atom bo'lishi kerak ekan shunda.
Shunda avval 9 mol atom bo'lishi uchun 3 mol suv qoldi. Boshdan necha atom boradi? Suvdan mol o'zi 10 bo'ladi. Keyin necha mol qoldi? 3 mol qoldi. Nechasi bug'lanib ketdi shunda? 7 mol bug'lanib ketdi. Shundan nechalar gram bo'ladi ekan bug'langani? 126 gram bo'ladi ekan. 23-savol o'tamiz. 250 gram 0,2 ya'ni 20% eritma, shunda 50 gram natriy OH bor ichida. Shu 50 gramning ustidan 10 gram qo'shildi natriy OHdan. 60 gram natriy OH bo'ldi. 250 ni 50 si natriy OH bo'lsa, qolgan 200 suv bo'ladi bo'lamiz. 200 gram suvda endi 60 gram eritibdi. Uni biz 60 gramdan mol o'tiramiz, 1,5 molda. 200 gramda 1,5 mol erisa 1000 dan chiqadi desalar, shunda 7,5 molyar, ya'ni molyalli chiqadi ekan. 7,5 mol eridi 1 kilogram suvda. Shuni ma'nosi 1 kilogramda 7,5 mol, ya'ni 7,5 molyalli deb aytiladi. Tushundingizmi? 28-savol o'tamiz. Metal bromid kaliy manganat bilan oksidlanganda brom, marganez 2+ va rad tarafini yozmadik. Keyin ham kaliy sulfat chiqadi. Meda sulfat bo'lsa, keyin esa suv chiqaradi. To'g'rimi? Bilasizlar? Davom etib o'tirmoqda. Asosiy tenglanishni yozdik. Bu yerda 10 ga 2, bu yerda 6 ga 1 nisbatda tenglandi. Shunda kaliy permanganatni molni topib oldik. 0,106 ekan. Bu 106 dan turib metal bromidni topib oldik. 0,3 ekan. Shu 0,3 ni endi shura qo'yamiz. Sababi shuncha miqdordagina ishlatib turibmiz-da. 0,3 mol bo'lsa 6 ga 1 nisbatda 0,105 bo'ladi. 105 ni 0,2 ga bo'lsangizlar 0 suv qo'shsak nima chiqadi? Kaliy OH bilan vodorod chiqadi, to'g'rimi? Suv ortib ham kiradi. 2 qo'ysak, kaliyning molini topib olasizlar. 58 suv 5 ni bo'lamiz 39 dan necha bo'ladi? 1,5 mol. Bu 1,5 mol bo'lsa necha suv bilan kelishadi? 1,5 mol bilan kelishib 1,5 mol kaliy OH hosil bo'ladi, to'g'rimi? Shu yerdan kaliy OH massasi necha gram bo'ladi? 1,06 ga ko'paytiramizmi? 84 gram bo'ldimi? Shunda kaliy OH massasi. Qaranglar. Bir parta surilib o'tiringlar, determinatsiyani. Determini. Ishlatib turgan kitobimizga qarang turinglar. 84 gram nima bo'ldi shunda? Kaliy OH bo'ldi. Erichaligi necha ekan? 100 gram suvda erichaligi necha? 56 gram kaliy OH eriydi. Va bu erigan massa o'zi o'pishuncha kaliy OH bor. 84 bor. Nechalim suv ketadi shunda? 150 gram suv ketadi. Nechalim suv sarflandi bu yerda? 1,5 mol. 18 ga ko'paysak necha gram bo'ladi? 27 gram suv sarflandi. Necha bo'ldi shunda? 15 gradus Selsiyda Erichaligi 44 ekan. 15 gradus Selsiyda 100 gram suvdan nechalim tuz eridi ekan? 44 gram tuz eridi, to'g'rimi? To'yinga yetma hosil bo'lish uchun qaranglar, necha gradus Selsiy berilgan, keyingisi 35 gradus Selsiy berilganmi? 100 gram suvdan nechalim tuz eridi ekan? 60 gram. Pastroqda bor ko'p. Ko'rdingizmi? Shuni hozir to'yintirish uchun agar sizlar shu yerga necha tuz qo'shishingiz kerak aslında. 16 gram tuz qo'shishingiz kerakmi adi o'zi? Demak, 16 gram tuz qo'shadigan eritma tayyorlashingiz uchun 16 gram tuz qo'shadigan eritma tayyorlashingiz uchun qo'shish kerak, to'g'rimi? Nechali eritmaning ustidan 16 gram tuz qo'shish kerak? Nechali eritmaning ustidan 15 gradus Selsiyadagi nechali eritmaning ustidan 16 gram tuz qo'shsak, bu 35 gradusdagi to'yinga yetma bo'ladi desa, 144 gram eritmaning ustidan. Tushundingizmi? Demak, shu eritma necha gram ekan? 144 gram eritma ekan shu yerda. Uni ustidan 16 gram tuz qo'shsak, shu tuzi 60 gram bo'ladidan 35 dagi to'yinga yetmay o'tib qoladimi? Bizlar hozir shu 80 gram tuz qo'shish uchun nechali eritma bo'lishi kerak deb olasizlar. 5 ga ko'paytirgan bo'lamiz, 720 chiqadimi shunda? 720 gram eritmani ustidan qo'shsangizlar, shunda to'yinga yetma chiqadi deb olasizlar. Tushundingizmi? Qo'shilgan tuzning massasini topib oldingizlar. O'zi 100 gramdagi qo'shilgan tuzni 16 ekan, shudagi eritmani topib oldik, 144 ekan. Nima militsiyalarim bor degan. Qaranglar, yana bir yo'l. 16 bo'lsa, 16 gram tuz qo'shish kerak desalardan beri 80 bo'lsa, bu necha bo'ladi? Bu necha bo'ladi desangizlar, bu 500 chiqadi. Bo'lsa 220 chiqadi. Ikkisini qo'shsak necha bo'ladi shunda? 500 ga 220 ni 720 chiqadi yana. Tushundingizmi? 37-savol. Keyingisini o'tamiz. 41-44 larni keyin ishlaramiz. Ha, bular bor. Videoda bor. Shuni ko'rasizlar, yaxshimi? 41-44 larni. 48 ga o'tamiz. Savoldan o'tib ketdi. Kalsiy gidroksidga qo'shamiz ekan nomodda
SO2 o'tkazamiz, nima chiqadi? Kalsiy karbonat cho'kmasi tushadi, plus suv chiqadi ekan. Ana shu yerda kalsiy gidroksidning umumiy molini topib olasizlar, sababi gidrokarbonat ion saqlagan etmada ko'tdi-ku. Kalsiy gidroksidida SO2 qo'shsak, nodam chiqishi mumkin. Kalsiy gidrokarbonat ham chiqishi mumkin. SO2 qo'shsak. Agar bunga 2 ni qo'shsak, shunday bo'ladi. Demak, kalsiy gidroksidning molini topib olamiz. Umumiy 200 ni 0.074 ta ko'paytirib bo'lamiz 74 ta. Shunda 0.2 mol bo'ladi, to'g'rimi? Bu 0.2 mol bo'lsa, endi kalsiy karbonatning molini topib olamiz, cho'kmani. 10 gram necha mol bo'ldi shunda? 10 ni 100 ga bo'lasizlar, to'g'rimi? 0.1 mol bo'ldi. Bu 0.1 mol bo'lish uchun nechalim kalsiy gidroksid sarflandi shunda? 0.1 mol bu ham necha bo'ldi? Nechasi qoldi bu yerda? 0.1 mol qoldi, nechasi SO2 ketadi? 0.2. Shunda umumiy nechalar SO2 qo'shildi? Hajmini topsak 672 litr desak bilan 0.3 mol bo'lsa. Da javobni olamiz shunda. Keyingi savol o'tamiz. 50-chi. 50-chi savolda H2 qo'shamiz. Natriy OH chiqadi natriy fluorid bilan suv. Natriy fluoridning molini topib olasizlar. Natriy fluoridning molini topib olasizlar. 42 ni 0.5 ga ko'paytirib 42 ga bo'lamiz. 0.5 mol chiqadi. Bu 100 bo'lsa, bu ham 100 bo'lib, bu ham 100 bo'ladi shunda. Shu yerdan H2 massasini topamiz. 100 ni 20 ga ko'paytirasizlar, 1 gram chiqadi. Buni birinchi deb olib turib, birinchi eritmani massasini topasizlar. Shu 1 gramni nechalim eritmada bor? Bu 20% mada eritmasi 0.2 ga bo'lsangizdan necha bo'ladi shunda? 5 gram eritma chiqadi. Birinchi H2 eritmasi. Keyin natriy H2 massasini topamiz. 0.5 ni ko'paytiramiz 40 ga necha bo'ladi? 2 gram bo'ladi. Keyin uni eritmasini topib olamiz. Buning uchun 2 ni bo'lamiz nechaga? 0.1 necha bo'ladi? Shunda 20 gram bo'ladi. Keyin o'zi 5 gram eritmani ustidan 20 gram eritma qo'shib qo'yaversak, umumiy eritmasining massasi 42 bo'lmasi kerak edi. Keyin ustidan yana nima qo'shdik? Suv qo'shdik x gram. Shu uchisini qo'shganimizdan keyin necha bo'ldi? 42 bo'ldi. To'g'rimi? Sababi olingan neytral eritmada qanday massada suv qo'shilganda 42 gram 5% eritma olinadi deb qo'ydi. Ya'ni 42 eritma olinishi uchun nishatish kerak ekan shunda suv ham qo'shish kerak ekan. 5 plus 20 plus x teng 42 bo'lsa, x necha bo'ladi shunda? 17 gram bo'ladi desalar. Qaysi javob? Bu javobni olamiz. Kalsiy bramid. Qo'shamiz ekan shunda massalar teng bo'lganda ko'tdi-ku. Massalar teng bo'lsa, massalarning teng bo'ladimi shunda? Natriy karbonat qo'shsak nima bo'ladi? 1 esa girishmoq reaksiyaga qurg'una, bari girishmaydi. Nima chiqadi shunda? Kalsiy karbonat cho'kmay tushadi, to'g'rimi? Plus nima chiqadi? Natriy bramid chiqadi. Savol. Kalsiy karbonatning molini topib olamiz. Necha chiqadi? 15 deb 100 ga bo'lsak. 0.15 mol bo'ladimi? Bu 0.15 bo'lsa, bu ham 0.15 bo'ladi shunda. Kalsiy bramidning massasini topamiz. 0.15 ni 160 200 ga ko'paytirasizlar, 30 gram bo'ladi. Bu 30 gram bo'lsa, bu ham necha gram bo'ladi shunda? Natriy yodidan tengadi-ku ikkisi. Shunda 30 dan necha bilasizlar endi? 150 ga bilasizlar. Necha bo'ladi shunda? 0.2 mol bo'ladi. Bu 0.2 mol ekan shunda. Ana shunga endi nima qo'shamiz? Kumush nitrat qo'shasizlar, cho'ktirish uchun shu galagen yod bilan brom cho'ktirish uchun. Kumush nitrat qo'shasizlar. Natriy yodida qo'shamiz shunda kumush nitrat. Kalsiy bramidda qo'shamiz. Kumush nitrat. Kumush yodid bilan nima chiqadi ekan? Natriy nitrat chiqadi ekan. Berganda kumush bramid bilan kalsiy nitrat chiqadi. Ha, bu 0.2 bo'lsa, bu 0.15 bo'lsa, bu 0.2, bu 0.3 bo'ladidan umumiy 0.5 mol kumush nitrat sarflangan. Massa eritmani topsak, 0.5 ni 170 ga ko'paytirib bo'lamiz 0.17 ga. 500 gram bo'ladi shunda. 10% eritma bo'lsa, bu lasani ochib ketdi shunda.
suv chiqib ketdi, yana bilib qo'yinglar, bu yerda tuz ham cho'kmay tushgan bo'ldi. Ko'rdingizmi? 1 gram tuz cho'kmay tushganda aynan. 1 gram tuz ham cho'kmay tushgan. Shunda aynan bu 10% eritmani massasini bir aniq belgilab olib bilamiz. X gram desak, eritmani massasini 0,1x tuz bo'lami shunda. 10% bo'lsa 0,1x tuz bo'lami shunda. Nisbatamiz ekan 1 gram tuz cho'kmay tushib ketdim. 0,1x tuzdan 1 gram olib tashlamiz, to'g'rimi? Qolgan eritmada. Eritmani massasi 4 marta kamaygan bo'lsa, avval x gram bo'lsa, necha x bo'ldi eritmani massasi? X taqsim 4 bo'ladi, to'g'rimi? Bu qancha bo'ladi? 0,25 x gram eritma chiqadi. Buning massasi tuzni massasi. Eruvchanligi necha bo'ldi uni? Bu degani massa ulushini topganda 25 ni 125 ga bo'lamiz, to'g'rimi? 100 ga ko'patsangizda 20% chiqadi. Shunda 0,2 teng deb yozasizlar. Nechaga? 0,1x minus 1 taqsim 0,25x da bo'laveradi. Necha chiqadi ekan? Shunda ko'patsangizda 0,105x teng 0,1x minus 1. Shunda 0,105x teng 1 chiqadidan x topsangizda 20 chiqadidan bu yerda. Demak 20 gram eritma bo'lgan ekan boshda. Bug'langan suv massasini toping dedi. Bu yerda eritmani massasi 20 gram chiqar ekan, boshdagi eritma 20 gram. Keyin 4 marta kamaygan bo'lsa necha gram bo'ldi shunda? 5 gram bo'ldi. 20 gram eritma 5 gram bo'lib qoldi. Necha gramga kamaydi? 15 gram. Shundan nechasi tuz hisobına kamaygan? 1 gram. Shunda bug'langan suv necha bo'ladi ekan? Bug'langan suvni topsangizda 20 dan olasizlar 6nidan 14. Necha 6 olamiz desa, o'zi 20 idishning ichida qolgan massalar 5 gram eritma bilan 1 gram tuz ham idishning ichida qoladi-dan bilan cho'kib qoladi, lekin eritma hisoblanmaydi. Shunda 6 gram qoldi umumiy, 14 gram suv chiqib ketdi shunda. Qaysi javob? B javobini olamiz.